yaxshida ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni o'ziz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Shoirdim kamolin o'ylaydi, doimo haq so'zni so'ylaydi. Yorug' manzillarni ko'zlaydi, ustoz yaxshida yaxshida, ustoz yaxshida. Buyuk maqsadlar bor dilimda, ustozim qo'llarim ko'ksimda. Bir umr shogirdlar ta'zimda, ustoz yaxshida yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni o'ziz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Dunyo mehri bor bag'rida, ilmi jo'sh uradi qalbida. Yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarini, ko'rsatib shogirdlik vafolarini. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni o'ziz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni o'ziz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Assalomu alaykum, hurmatli onalar, o'quvchilar. Bugun birinchi ustozim kecha sinfdagi kechagina darsdan bo'lsa, kechagina birinchi sinf bo'lib, qo'ng'iroq chalib kelgan o'quvchilarimizga 4-sinfni bitirib, xayr ustozim tabriklar bilan bo'lsa, shunday kelgusida 11-sinfdan bitirib, shu xayr maktabim qo'ng'iroqlardan chalib yurish nasib etsin. Sizlarga ham shu farzandlaringizni tarbiyalashga kuch-quvvat tilayman. Rahmat, tadbirdoshlik e'lon qilamiz. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi qirimiz, shirin so'zlari, aqli rosa bilimga tashna, kulib turar sharoz ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroqi sho'x bulbul so'zingiz. Taraqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. Endi navbatni O'zbekiston madhiyasi she'riga beramiz. Marhamat. O'zbekiston madhiyasi vujudning sog'lig'i shartdir odamga. Unutmang ammo ruh tarbiyasini. 4 nafar turk qizi kelib xonamga ijro etdi o'zbek madhiyasini. Dengizlardan o'sha, tog'lardan o'sha, yurtim ko'z o'ngimdan bo'ldi navoyon. Go'yo diyorimni qildim davosha, jannat xaritasini ko'rganim simon.
Yüksek ve şiddetli latif vermeyin. Ahir nerelerde Marmara boylar. Yurtum koşumun ışığında. Sen değil Asya'ya Avrupa Türkiye'yle. Müslüfler menge nefesin, altın vadiler, gümüş dağların, ılgaydır yolmanda bülbüller sesin, görünüş oğlak durgan bağların. Medet kollarına çözülüşünden, Irak-Iraklardan merdana bir ruh, dengiz tümene dekler kalp yıkılan, dağlar kara kebe eridi enduh. Bo'lganmi bizning davrdagi hech qachon davronlar? Istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat, ma'rifatni ardoqlovchi xushonlar. Xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi mehmonlar. Vatanimiz mustaqil O'zbekiston, viloyatimiz Xorazm, tumanimiz Bog'ot, ona qishlog'imiz Qulon-Qorabog', maktabimiz 41-sonli maktab. Davlatimiz ramzlari tamg'a, bayroq, madhiya. Tilagimiz tinchlik, obodlik, rizq ro'zimiz non. Milliy boyligimiz paxta, bug'doy, shola. Istagimiz ilm odob o'rganish. Maqsadimiz barkamol inson bo'lib, vatanga xizmat qilish. Maktab degan qutlug' dargoh, muqaddasdir bizga har choq. Bilim sari boshlar yo'lga, aziz quchoq, tanish yo'lga. Endi navbatni vatan yoshlar she'riga beramiz. Marhamat. Vatandoshları, vatan taqdiriga taqdirdoshmasin, millatning bir joni bir tangdoshları, buyuk kelajakda daxldoshmasin, mardona tashlaylik qadam, ozod yurt, obod yurt bo'lsin mukarram. Ota-bobolarimizdan jasorat, meros, farhat shollari ular kimligi, nomusi, vijdoni, e'tiqod, ixlos barchasi bizniki, barchamizniki. O'zbekiston yo'li porloq oq, uning ertasi qo'limizdadir. Abadiy porlasin muqaddas bayroq, el yurtga qo'limiz ko'ksimizdadir. Mardona tashlaylik qadam, ozod yurt, obod yurt bo'lsin mukarram.
har sinfxonada mehribon onanday bizlarni qarshilab so'zlar. Qan degan o'lchaga bilimli yelkangiz, siz o'rgatib qilamiz parvozlar, har kichik sarhadda quvonib albatta umidla boqasiz ustozlar. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz, ilm bilan istiqbol yo'lin ko'rsatdingiz, hech unutmaymiz. Siz emasmi 7 yoshimdan alifbeni tutgan qo'limda, siz emasmi silab boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimda. Bugun sizga chin yuragimdan mehrim to'shib tabrik bitaman. Umrim bo'yi men saodatda vatanimga xizmat etaman. Endi navbatni Anjir qo'shig'iga beramiz. Marhamat. Bizni o'qish, yozishni, hisob kitobni mukammal odobni o'rganishimizda quyidagi so'zlarimizning o'rni beqiyosdir. Qo'llarimga qalam tutqazib milliy bo'lim mudiri topshiriqning ko'pini bizga berdingiz, 4-chilar etmang deb aytaverdingiz. Ishonchingiz oqlaymiz. Biz umrga fanidan bahra olishni o'rgatdingiz, bizga to'g'ri ijro qilishni. Bu kun qoshingizda qilamiz ta'zim, qalblarga nur sochgan aziz muallim. Tabiatdan saboq bergan o'qituvchimizga rahmat sizga jonajon ustoz. Tabiatni sevardingiz, unga mehr qo'ydingiz. Bildik olam sirlari, tog'lar adru, daryo qirlari. Quyosh va osmon ustozimizga quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini siz tanitdingiz. Rasm chizsak xatolarini hech o'g'rimay o'rgatdingiz. Maktabimiz direktoriga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo. So'zingiz gavhar a'lo, sizga ming taqsim ta'zim, aziz inson muallim.
tufayli qalblar osmon dil guliston ma'lumlar. Nodonlarim ham inson bildingiz. Sizlarni ardoqlaymiz ustozlar. Sozlayman nomingiz, shogirdlar kuylagaymansingiz. Sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Do'ppisdan qo'shig'iga marhamat. O'zbegim hayotim bor. Lovar olamga siyib ko'rkingman. Turkiyam so'zligim ona diyorim dillarda yayrayan buyuk nidogman. Temurбек qadami senda ko'kko'zim muazzam azmingni sezmay bo'lurmi? Navoiy g'azalli dilrabo yurg'onalik ringni sezmay bo'lurmi? Osiyo bag'rida tabarruk joying, olisdir tarixning kechgan yo'ling ham, dunyoga havasli gulshan chiroying, xotirda qo'shiqli kechmishlaring ham. O'zbegim o'zligim hayotim borim, munavvar olamda suyib ko'rking bor. Turkiy so'zligim ona diyorim, dillarda yangragan buyuk mehring bor. Sen bizga istiqbol joni jahonsan, erkin uchun qanchalar qotib berganmiz. Bag'rning o'z so'zi O'zbekistonni o'zgalar oldida bosh egmaganmiz. Sen tilda qo'shiqsan elga nurmating, o'zbegim o'zligim hayotim borim. Jahonga namoyon qudrati ko'rking,
tinchligi, ona diyorim, yerlari muqaddas O'zbekistonim. Navbat Xalqaro diydor qo'shig'iga. Ana eng ulug' zot bag'rikeng dunyo, u bilan yechiladi ko'plab muammo. U dona sopondir umr yo'lida, ne buyuk zotlar o'sgan yo'lida. Kiprigini asrab jar parchasini, rang ochgan allomaning darchasini, yemakni o'rgatgan so'zni kalloma, odob ila axloqni O'rgatgan zikkorlik, rostgo'rlikni, shirin chiqanlik uchun o'rtoqlikni, Alisher onasi Masluma degan, sizdek ulug' zotga keladi so'z degan. Noidek buyuk daho beribsiz, ajdodlarni abad xushnud qilibsiz. Beshlarim asr kimi Alisher tilik, o'qir haq merosini qoqmasdan kuting. Halollik, do'stlik, harfa, do'stlik, adolat, bosh mavzu band, bidon diyonat, uning umri quyoshdek uzun, siz ham begim borsiz haldirda bugun. Endi navbatni doktor sizga beramiz. Marhamat. Your eyes
Aql, itkorlik, bilimlar makoni. Hammaga tanish bu so'z, qani o'qil, qani yoz, hayotim cho'g'a bo'ladi, yoningda yuradish. Hammalar bilgan o'qil, ruchkangni berma, maktabda qolib bedor sening. Esdadir hammani sinf xonamiz zamin, navbatchilik bahona, sevishganlar anchamin.
Mana bugün biz şu ballarımızın bitiriş münasebet bilen bayramı teriyat edenler bulardı. Şunday terbiyeler koyaga getirgen ustazına min rahmet. Şu ballarımız gelecekte bir âli malumatlı bulup, okur, bulgayıp, ata-anasına, yurtuna, yer-yıratına hizmet edediğin ferzandlar bulup yetişsinler. Katta institutlarga kirip, üniversitelerge kirip okup, âli malumatlı bulup, yerge yurtga tanıklı yigit kızlar bulup yetişsinler. Şu ustazına da min rahmet aytamiz. Xudoyim bereket tapsın, bala çağasının rahatını görsün. Ata-analar, cəci oxucular, ustazlarımız, bugün Xayr Ustazın tədbirinə yığılışımız. Bu oxucularımız gelecekte tanıqlı insanlar olub yetişsinlər. Həmməsi yergə xidmət qıladığan, ata-anasını xidmət qıladığan, ustazlarını xidmət qıladığan oxucular olub, insanlar olub yetişsinlər Xudayım. Ustazına min rəhmət, təlim tərbiyə verətqən üçün ata-analarımıza min rəhmət, şu gəlməmiz yığılışqanımız üçün. Şunday yaxşı günlərini görüş həmməmizə nəsib etsin. Həmmə sağ-salamat olsun. Oxucularımız, ata-analar, ustazlar, həmmənizə rəhmət oxucularımız. Deməli, bu tədbirləriniz. Aziz ustazlar, oxucular, mənə bugün Xayr Ustazın tədbirinə yığılışqan ekanmiz. Evvelan şu genci oğul kızlara baxt dilimən, gelgüsüdə mələkəli qadir olub yetişlərine dilekdaşman, ustazlarına kəttə rəhmət, çünki tərbiyələr ürgətkəni üçün rəhmətlik bağlı. Assalomu alaykum, hurmatli Mehri daryo, qalbi do'stlar, ustozlar, mehribon ota-onalar, mo'minlar. Yine bugün şu farzandlarimizning bitirish kechasi tarafi bilan devamlı şu tadbirga yo'nalishgan ekanmiz. Men avvalambor shu ustozlarga kattadan katta rahmatlar aytaman. Xudoyim shu baxt omad hamisha hamrohi bo'lsin. Ilmlarini Allohim ziyoda qilsin. Şu farzandlarimizga shunday yaxshi tarbiyalab, yaxshi bilimlar berib, voyaga yetkazayotganlar uchun hammangizga rahmat aytaman. Shu farzandlarimiz kelajakda yuzlari yorug', martabalari baland, yaxshi inson bo'lib yetishsinlar. Yeni yurtga kerakli bir farzand bo'lsinlar. Ulardan olim olimalar, shoir shoiralar yetishib chiqsin. Ilmli, bilimli, yaxshi inson bo'lib yetishsinlar. Hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Baxt, omad hamisha hamroh bo'lsin. Qatnashib o'tirgan hammalaringizdan rahmat aytaman. Sog'lik, salomatchilik tilayman. Ustoz, qalam tutib qo'limga iqbol, menga yozuv o'rgatgan ustoz, eslagaymiz biz sizni ko'p bor, ta'lim bergan birinchi ustoz. Ko'p ozorlar bersak ham sizga, ko'p bilganingiz o'rgatib bizga. Biladar sho'xliklar qiladi menga, deb yana boshimiz silagan ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar, siz uchun yaralsin barcha rahmatlar. O'quvchilar sizga go'yo farzandlar, jon fido aylagan birinchi ustoz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar va davramiz qatnashchilar. Mana bugun Xayr birinchi ustozim tadbiriga kelganingiz uchun barchangizga katta rahmat aytaman. Mana bugun o'zimning farzandlarim desam ham bo'ladi, o'quvchilarimiz. Mana farzandlarimiz 4-sinfni bitirib, nima edi? Katta sinfga qadam qo'yayaptilar.
bugun ham barchangizni tabriklayman. Sizlarga oq yo'l tilab qolaman. Kelajakda sizlardan umidim katta. Xudo xohlasa kelajakda buyuk insonlar, olimlar, olimalar bo'lib yetishingizni tilab qolaman. Hamisha kelajagingiz porloq, omadli, barkamol avlod bo'lib yetishlaringizni tilab qolaman. Rahmat. Qilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar sen